Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Darknetda sotilayotgan bank kartalari haqida gaplashamiz. Firibgarlar 2,3 million bank kartalarini mayda zararli fayllar orqali o'g'irlagani ma'lum bo'ldi. Ha, to'g'ri eshitdingiz, zararli fayllar orqali. Kaspersky ma'lumotlariga ko'ra, 2023-24 yillarda Darknetda 2,3 million bank kartalari ma'lumotlari sizdirilgan, ya'ni sotuvga qo'yilgan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ularning 95% haqiqiydir, ya'ni aktiv bank kartalaridir. Ushbu davr mobaynida firibgarlar deyarli 26 million Windows qurilmalariga hujum qilishgan va har 14 ta qurilmaning kamida bittasi virus bilan zararlangan. 2024-yilda zararli dasturlar orasida yetakchilardan biri bu Redline bo'ldi. Mutaxassislarning ogohlantirishicha, zararli dasturlar, ya'ni viruslar phishing yo'li bilan tarqatilgan, o'yin chitlari orqali saytlar, dasturlar va modlar buzib kirilgan. Bunday vaziyatlarga tushmaslik uchun nima qilish kerak? Birinchisi, internet tarmoqlariga ulangan barcha qurilmalaringiz, ya'ni telefon, notebook va boshqa qurilmalaringizga litsenziyaga ega antivirus o'rnatishingizni maslahat beramiz. Ikkinchisi, bank karta ma'lumotlaringizni ishonchsiz veb-saytlar, ya'ni soxta bank saytlari, yetkazib berish saytlari, BTS, Yandex va hokazolarga, aksiya o'yin niqobi phishing saytlarga. Uchinchisi, telefon qurilmangizni yosh bolangizga bermang, chunki sizning telefoningizda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz hamda bank kartangiz haqidagi ma'lumotlar bor. Messenjerlar orqali sizning tanishingizdan kelgan har xil shubhali fayllarga kirmang. Yaxshisi, u insonga qo'ng'iroq qiling va haqiqatdan ham ushbu faylni u yuborganligiga amin bo'ling. O'zingiz va pullaringizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.